Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilar. Bugun biz Farg'ona shahar Tarona birinchi-dom, ya'ni o'sha uyda oldida turibmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda noqonuniy qurilma deb hozirgi paytda fuqarolar tomonidan atalayotgan binoni oldida turibmiz. Bu bino qanday qilib vujudga kelganligi bo'yicha ba'zi bir fuqarolarning hujjatlarini qaraganimizda go'yoki boshqa joydan tender o'ynalib yer sotib olingan, lekin Farg'ona shahar hokimligi yo bo'lmasa bir qancha mutasaddi tashkilotlar tomonidan dalolatnomalar tuzilib, go'yoki joyi o'zgartirilganini da'vo qilib chetga qurilish ishlarini amalga oshirishgan. Fuqarolar bundan o'z o'rnida norizo bo'lib, 2026-yil 6-yanvardan buyon barcha huquq-tartibot organlariga, Farg'ona viloyat hokimligi, shahar hokimligi, Farg'ona viloyat prokuratura, shahar prokuraturalariga bu umumiy foydalanish yer maydonidagi qurilma tender ishlari amalga oshirilgan deb surishtiruvlar olib borishganda, ularga go'yoki boshqa hududda, yana qaytarib o'taman, boshqa hududda o'ynalgan tender yutib olingan bayon o'sha protokollashtirilib, ya'ni o'sha tenderdagi g'oliblik qog'oziga go'yoki dalolatnoma asosida betga, ya'ni Tarona 15 birinchi uy xonadonni yonidagi umumiy foydalanish yer maydonlariga ko'chirilganligini iddao qilishgan. O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlari faoliyatiga qarshi emasmiz, lekin biz O'zbekistonda faqatgina qonun va qonun osti hujjatlari, faqatgina O'zbekistonda qonun mustahkam bo'lishi va fuqarolar faqatgina qonunga tayanib yashashini talabdorimiz. Biz ijtimoiy tarmoq faollari bu qurilish egalari va kim tomonidan qurilish qilgan, qanday asoslarga suyanib dalolatnomalar tuzilgan, bu qaysi qonunchilikda ko'rsatilgan, yangi agar qonunchilik bo'ladigan bo'lsa, bu aholiga to'g'ri targ'ibot qilinishi kerakligini so'rab qolamiz va Farg'ona shahar hokimligidan bu masala bo'yicha va tuzilgan dalolatnoma, ya'ni qurilish o'rinbosari go'yoki imzo qo'yilgan degan masala bo'yicha rasmiy munosabat kutib qolamiz. Agar haqiqatan ham shu yer tanlab olingan bo'lsa, Farg'ona shahar hokimligining qurilish o'rinbosari chetga kelib mumkin aholi bilan suhbatlashmagan. Nima uchun bularni ahvolini o'rganmagan? Hozir bizda yuqorida ko'rsatilayotgan murojaatlarda aytib o'tiladigan narsa shundaki, bu yerda yashash maydonini aynan yotoqxonasi yaqinligi va o'zingiz ko'rib turibsiz, bu masofa juda ham yaqinligi inobatga olinganda fuqarolardan norozichilik kelib chiqqan. Eslatib o'tamiz, inspeksiya tomonidan ham o'rganish ishlari olib borilgan. Go'yoki ular tomonidan aytilibdiki, hujjatlarni qilib oling degan ularga ogohlantirish signalini bergan. Lekin uy-joy kommunal o'sha servis tomonidan haligacha kelib bu yerlar o'sha hozirgi paytda ularga qarashli bo'lsa-da, ular hali ham kelib hech nima demagan. Lekin inspeksiyani bizni ajablantirayotgani, u hujjat qilib oling deganda nimani nazarda tutgan? Qaysi hujjatni nazarda tutgan? Qonun agar ustuvor bo'ladigan bo'lsa, ular o'rganish kerak. Ma'muriy huquqbuzarlik bo'lgan bo'lsa, unga ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha chora ko'rish kerak. Agar u huquqbuzarlik yuqori bo'ladigan bo'lsa, tartibot organlariga berish kerak. Biz bu jarima qo'llaydigan yo bo'lmasam nazorat qiluvchi organlarni faqatgina maslahatgo'y bo'lib qolganligi holati bo'yicha ham rasmiy munosabat kutib qolamiz. Ularni qaysi vakolatdan kelib chiqib, ularga yo'l yo'riq ko'rsatish vakolati ularda bor. Qachondan beri fuqarolarning murojaatiga faqatgina maslahat bilan to'xtab qolinyapti. Bu holat bo'yicha Farg'ona shahar barcha huquq-tartibot organlaridan, viloyat huquq-tartibot organlaridan, Farg'ona shahar hokimligining uy-joy qurilish sohasi bo'yicha aynan shaxsan o'rinbosaridan joyga kelib o'rganib, bu masalani yechib qo'yishini so'rab qolamiz. Bizni kuzatib boring, bu holatga yana qaytamiz. Agar qurilishlar bartaraf bo'lgan bo'lsa, bartaraf qilingan holat bo'yicha video lavhalarni sizlarga e'lon qilamiz. Salomat bo'ling. Men Yusupova Nodiraxon Qosimjonimdan Farg'ona shahar Tarona ko'chasi 15/dom 26-xonadonda yashayman. Xonadonimizni umumiy yer maydoniga, mana hovli qismimizga begona shaxslar tomonidan mana qurilish ishlari olib borilmoqda. Bular yuzasidan biz 6-yanvar 2026-yildan beri mana bir haftadan o'tyapti уже. Mana huquq targ'ibot organlariga, viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi, shahar hokimiyati, uy-joy qurilish kommunal xo'jaligi boshlig'iga, xalq qabulxonasiga murojaat qildik. Ushbu murojaatimizdan keyin, xalq qabulxonasiga qilgan murojaatimizdan keyin uy-joy qurilish inspeksiyasidan tashrif buyurishdi, lekin hech qanaqa bizga amaliy yordam ko'rsatilmadi to'g'risi. Ularga qurilish olib borayotgan qurilish egalari bu yerda biz auksionda yutib oldik deyishdi, lekin ularda hech qanaqa hujjatlari yo'q. Auksionda yutib olgan hujjatlari noqonuniy hujjatlar asosida shu yerga o'zlari qurilish ishlari olib borilyapti. Xalq norozi, biz butun domdan hamma
qo'shnilar to'planib chiqishdi, yashovchilar, ular hech kimning gapiga quloq solishmadi. Mana shu xalq qabulxonasiga murojaat qilganimizdan keyin shu inspeksiya, uy-joy qurilishi inspeksiyasidan tashrif buyurgan odam ham ularga 15 kun muhlat berdi dokumentingni to'g'rilab olishga. Lekin biz xalq baribir norozi. Biz rozilik bermadik, chunki bizni uyimizni hovli qismi, bu yashash xonadonimizga umumiy foydalanadigan hovli qismimiz bizga noqulaylik tug'diryapti. Men bu hech qancha oraliqda emas. Mana bitta bizni yotoqxonamiz joylashgan. Yozlarda biz oyna ochishimiz mumkin. Bu yerda qanaqadir oshxonami, nimadir qilishmoqchi bo'lishyapti ular. Biz iltimos qilamiz viloyat hokimligidan, shahar hokimligi, viloyat prokuraturasidan shu xatimizni inobatga olib, bizga xalqqa shu qurilishni bekor qilib berishlarini so'raymiz, iltimos qilamiz. Bu yerda biz bolalar o'ynash maydonchasi, yashil makon hududi qilish nimalarimiz bor edi. Harakat qilib bajarib kelayotgandik. Lekin oxiriga hali yetkazib ulgurmagandik. Bular qurilish boshlashdi. Shunga iltimos qilamiz, bizga amaliy yordam berishingizni, shu qurilishlarni yo'q qilib berish